Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana sizlar bilan yana YouTube kanali orqali birgamiz va bugun sizlarga adenium va plumeriya urug'larini ekib olmoqchiman, shuni ko'rsatib bermoqchiman. Va undan avval esa kanalimga obuna bo'lganlarga, like bosganlarga, podpiska deyman, podpiska bo'lganlarga o'sha aytyaptim. Kommentariya, iliq kommentariyalar yozib qoldirib turgan insonlarga alohida rahmat aytaman. Hammanglarga katta rahmat. Sizlar bor mana shunday qilib YouTube kanaliga videoroliklar tayyorlab joylayapman. Mana shu alohida rahmatim mana shunday komment yozib qoldirgan insonlarga, kanalimda aktiv bo'lgan insonlarga, yana like bosgan insonlarga alohida rahmat aytib o'taman. Sog' salomat bo'linglar. Va demak bugungi videoroligimiz adenium va plumeriya gul urug'larini qanday qilib ekib olaman. Mana shuni sizlarga ko'rsatib o'tmoqchiman. Undan avval esa yodinglarda bo'lsa, avvalgi videorolikni ko'rgan bo'lsanglar, oleandr gulim urug' qildi. Mana shu oleandr gulimni urug'ini oldim va ekib oldim. Bu urug' kuzda qilingan va qishi bilan mana shunday qilib oleandrning o'zida turdi va mana shu urug' to'liq foizda chiqadimi, yo'qmi yoki puchmi deb aytgan edim. Hozir sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana shu urug'ni ekib olganimdan keyin o'sha 3 kunning ichida urug'lar unib chiqdi. Mana ko'rib turganinglardek, bu oleandrning urug'i hammasi 100% holatda to'liq chiqdi. Urug' qanchalik yangi, svejiy bo'ladigan bo'lsa, unib chiqish foizi 100% bo'ladi. Agar urug' uzoq vaqt saqlanadigan bo'lsa, unib chiqish foizlari borgan sari kamayib boraveradi. Bu asosan kofe urug'lariga tegishli. Kofe urug'lari qancha uzoq vaqt saqlanadigan bo'lsa, unib chiqish foizi shunchalik pasayib boraveradi va mana shu kofe urug'larni ekib olganimizdan keyin unib chiqmasligi ham mumkin. Kofeni iloji boricha yangi terib olingan urug'dan yoki muroy saqlangan urug'dan ekib olish kerak. Buni bizda iloji yo'q, chunki bizda katta kofe daraxtlari yetishtirilmaydi. Mana shuning uchun kofelarni iloji boricha urug'larini yangi svejiy urug' olish kerak bo'ladi. Endi hamma ham kofega qiziqavermaydi. Demak, ishimizni boshlaymiz. Bizga nima kerak bo'ladi? Urug'larni ekib olishimiz uchun birinchi o'rinda mana ko'ryapsizlar, suv tayyorlab olganman. Bu iliqdan issiqroq suv. Bu margansovka va sirkon. Mana ko'rib turganinglardek, hozir endi mana shu iliqdan issiqroq suvimizga margansovka nima qilib olamiz. Urug'imizni fungitsidlar bilan obработка qilishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun mana margansovka solib olamiz va margansovkani yaxshilab aralashtirib olamiz hozir. Margansovkali mana suvimiz tayyor bo'ldi. Ko'rib turganinglardek. Mana hozir yana ozgina solib yuboraman. Bu gulimizda, ya'ni urug'imizda plesen, ya'ni pupanaklar va chirishlar kelib chiqishini oldini olish uchun fungitsid bilan obработка qilgan hisoblanadi. Agarda margansovka yo'q bo'ladigan bo'lsa, oddiy fitosfarin yoki bo'lmasa kimdadir Maxim bo'ladigan bo'lsa, menda Maxim bor. Endi Maxim bilan qilmadim. Ko'pchilikda Maxim yo'qligi uchun qanday preparat bilan obработка qilishimiz mumkin degan savollar bo'ladi. Mana oddiy hammada margansovkani topish mumkin. Mana bu margansovkali suvga endi sirkon qo'shib olamiz. Mana ko'rib turganinglardek sirkon preparati qo'shib oldim. Urug'larni mana shunday nima qilib o'tib olish uchun suv tayyorlaganimizda sirkonlarni 2 tomchi emas, bemalol
bir 8 tomchi 9 tomchi solsanglar bo'ladi, chunki urug'larni mana shunday rivojlanishini, immunitetini nima qilib beradi. Sirkon, HB101 mana shulardan foydalanib yoki bo'lmasam ozgina yantarniy kislota solib turib ham urug'larni uvitib olsak bo'ladi. Endi mana ikkita stakanchik tayyorlab qo'yganman. Bunga mana suv quyib olamiz. Ko'rib turganinglardek mana suv quyib oldim va endi mana bu yerda esa 10 dona adenium urug'lari, mana ko'rib turganinglardek bu oddiy adeniumdan. Adeniumlarni uzoq vaqt uvitmayman, faqatgina 5-10 minutga mana shunday qilib suvga solib qo'yaman. Mana ko'rib turganinglardek 10 minutga suvga solib qo'yaman. Plumeriyalarni esa 2 soatga suvga qoldiraman va 2 soatdan keyin keyingina mana shu urug'larni biroz o'zlariga suv tortib, urug'lar ishib qoladi. Mana shundan keyingina ekib olish mumkin bo'ladi. Mana ko'rib turganinglardek buni solib oldim. Endi urug'larni ekib oladigan tuproqqa keladigan bo'lsak, tuprog'imiz yengil tuproq bo'lishi kerak, yengil havo o'tkazuvchi tuproq bo'lishi kerak. Mana tuproqni tayyorlab olganman. Tuprog'im oddiy kokosiy torf bilan perlit aralashmasi. Hozir endi buni idishlarga solamiz. Mana bu idishga, mana одноразовый idish, bunga plumeriyani ekib oladigan bo'lsam, mana bunga esa adeniumni ekib olaman. Va yana mana shu ko'rib turganinglardek oleandradan yana ekib qo'yaman va shuni niyat qilyapmanki, YouTube kanalimda ko'pchilik insonlar doimo iliq kommentariyalar qoldiradi, like'lar bosadi. Mana shunday insonlar uchun alohida gullar qilmoqchiman va vaqti kelib mana shunday aktiv insonlarga gul sovg'a qilish niyatim bor. Mana shuni niyat qilib turibman va inshaalloh mana shunday qilib vaqti kelib nimalarga, obunachilarimga o'zim parvarish qilyap turgan, o'zim yetishtirgan gullardan albatta sovg'a qilib borishga harakat qilaman. Mana shu niyat qildim va Xudo xohlasa mana oleandralarni ham ko'ryapsizlar, yana boshqa gullardan ko'paytiryapman. Ana shunday gullarni aktiv obunachilarimga sovg'a qilib boraman. Mana gruntimizni tayyorlab oldik. Bu bitta gruntimiz tayyor bo'ladigan bo'lsa, endi ikkinchimizni tayyorlab olamiz. Yana nima uzr kechirasizlar. Ayrim insonlarga pochta zakaz qilib qo'ygan edim, pochta va'da berib qo'ygan edim gul chiqarib berishni va hozir mana shuni ilojini qilolmayapman, lekin mana shu birinchi o'rinda mana shu gul chiqarib beraman degan insonlarim bor. Birinchi o'rinda mana shu insonlarga gul chiqarib beraman va keyingina qolgan gullarni sotuvga qo'yganimdan keyin mana shu insonlarga, sotuvga qo'ygan insonlarimga ham chiqarib beraman. Avvalo va'da qilib qo'ygan insonlarga birinchi o'rinda gullarimni chiqarib beraman. Xudo xohlasa hozircha ko'chaga chiqqanim yo'q. Ko'chaga chiqqan kunim обязательно mana shunday qilib mana shu insonlarga gullarimni chiqarib beraman. Mana bunga esa oleandr ekib qo'yamiz yana va ekib qo'ygan urug'lar zarar qilmaydi, chunki bir kun kelib vaqti kelib chiroyli bo'lib unib o'sgandan keyin kimgadir sovg'a qilinadigan bo'lsa ham o'sha inson juda ham xursand bo'lib qoladi mana shunday sovg'alar bilan. Shuning uchun mana shunday qilib oleandrni ham yana ekib qo'yamiz va unib chiqqandan keyin alohida qilib pikrovka qilib olamiz. Gul urug'larimizni ekib olganimizdan keyin iloji boricha xona harorati 20 gradusli bo'lishi kerak bo'ladi. Eng past xona harorati va yorug' joyga qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mana shunda gullarimiz juda ham chiroyli, yaxshi rivojlanib amal olishi mumkin urug'larimiz. Agarda yorug'lik yetishmaydigan bo'lsa, gul urug'larimiz unib chiqqandan keyin mana shunday gul urug'larimizda churniy noshka paydo bo'ladi va gullarimizni unib chiqqanda holchalar ingichka bo'lib turib, mana shu yerdan qorayib
nobud bo'lishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun iloji boricha gul urug'i ekib olganlaringda sharoitlaringga qaranglar. Avval sharoitni qilib, keyingina gul urug'ini ekib oladigan bo'lsanglar, mana shu gul urug'laring bexato 100% chiqadi. Endi mana oleandr gulini hozir yana olib ekib chiqaman. Mana ko'rib turganingizdek, mana bu parashutchalik, xuddi oleandr ham, mana bu adenium ham, plumeriya guli ham uchalasi ham Kutrovila oilasiga kiradi va bir xilda urug' qiladi. Bir xilda, ya'ni kim ikkitadan ro'shka chiqaradi, shoxcha chiqaradi, mana shu urug' korobkaning ichida xuddi shoxchaga o'xshaydi. Mana shuni ichida juda ham ko'pgina urug'lari bo'ladi. Uchalasini ham urug' korobkalari bir xilda bo'ladi shakli. Faqatgina razmerida, hajmida farq qilishi mumkin bo'ladi. Mana shunday qilib shaklida, nimalarida farq qiladi va mana shu adenium ham, nima ham, diplodeniyam ham bir mahalla 2023-yilda urug' qilgan edi. Shoxchasidan kesib ko'paytirib turgan vaqtimda qaramagan ekanman. Aynan mana shu urug' qilgan, urug' korobka qilgan shoxchasini kesib olganman va qaramasdan kesib olganim uchun afsus qilganman. Bo'lmasam diplodeniya gulimi ham albatta urug'idan ko'paytirib ko'rarim. Diplodeniya, adenium, plumeriya, oleandr, mana shular gullarning ko'rinishi har xil bo'lgani bilan to'rala gul ham bitta oilaga mansub. Mana oleandr gulimizni ekib oldik. Mana bu esa yana shuncha urug'lar qoldi. Bularni kichkina pachkachalarga solib qo'yaman va mana shunday qilib aktiv obunachilarimga gul sovg'a qilganimda mana shunday pachkachalarda qo'shib oleandr gulini urug'ini ham sovg'a qilib yuboraman va qiziqqan insonlar albatta o'zlari ham chiroyli qilib o'stirib ko'rishlari mumkin bo'ladi. Mana ko'rib turganlaringda oleandrni xuddi mana shunday qilib ekib oldim. Mana buni ham xuddi mana shunday qilib ekib olganman. Avval mana shunday parashutchali urug'chalarni so'yganman va ustidan bir qator yupqa qilib burunni solib chiqqanman va sprey qilib qo'yganman. Yorug' joyga qo'ydim. 3 kun ichida urug'larim unib chiqdi. Mana buni ekib oldik, tayyor bo'ldi. Mana yopib qo'ydik va mana shunday holatda turadi. Endi navbat adenium gulini ekib olamiz. Adenium gulini asosan uzoq vaqt saqlamayman, faqatgina bir qator mana shunday qilib suvga solib olamanda, margansovkali yoki bo'lmasa maksimda solib olishim mumkin yoki margansovkada solib olishim mumkin. Mana shunday qilib solib olib, keyingina bu gulni ekib olaman. Hozir plumeriya ekaman degan ploshkamga adenium ekib qo'yardim. Adenium mana bunga ekaman. Mana adenium urug'larini mana ko'rib turganingizdek, mana shunday qilib hozir bir chetkada ishlash juda qiyin bo'ladi. Mana shunday qilib qo'yib chiqamiz. Mana mana ko'rib turganingizdek grunti yuzasiga mana shunday qilib qo'yib chiqdim va endi ploshkani bemalol yopib qo'ysak bo'ladi. Oldin sprey qilib olamiz bir qator. Mana shunday qilib ko'rganingizdek. Mana tayyorlab olgan suvimni ko'ryapsizlar, bakalashkaga qo'yib oldim. Bu margansovkani och svetda bo'ldi. Agarda margansovkalaring bo'ladigan bo'lsa, 2 oyda bir hamma gullarni bir qator mana shunday juda ham och rangda qilib turib, margansovkali suv quyib chiqsalaring, gullaringni gruntidan juda ham yaxshi bo'ladi. Ham hasharotlarni yo'qotadi, ham ildizlarni dezinfeksiya qiladi. Mana shu tomonlama margansovkani juda ham foydasi
gullarimiz uchun yaxshi. Mana ko'rgan yillardek mana birozgina mana shunday qilib sprey qilib olaman, namlantirib olaman gruntini va endi bemalol buni yopib qo'ysak bo'laveradi. Krishkasini. Adenium gullari uzog'i bilan 3 kun vaqtda unib chiqishni boshlaydi. Adenium gullar juda ham tez unib chiqadi. Oleandraga o'xshab, endi oleandr gulimizni mana yopib qo'ydim, epchillik qilib. Bunga ham suv sepib qo'yishim kerak edi. Hozir ochamiz. Va suv sepib olamiz. Mana shunday qilib yaxshilab namlab olamiz va endi yopsak bo'laveradi. Mana shunday namlab olganimizdan keyin gullarimiz bemalol unib chiqadi. Ochmasak ham bo'laveradi bularni bemalol. Uni biroz o'sib olganicha mana shunday qilib qo'yamiz. Endi plumeriya gulimizni urug'lari qolgan. Mana bu 2 soat turadi va 2 soatdan keyin qanday ekib olishni ko'rsatib beraman. Ungacha esa biroz tanaffus qilib turamiz. Videoroligimizni davom ettiramiz va plumeriya gulini ekib olamiz. Mana 2 soat suvda turdi va endi plumeriya gulimizni chiroyli qilib gruntga ekib olamiz. Plumeriyalarni urug'larini mana bu pyo'rishka qismi tepaga bo'lishi kerak. Ekib olganimizda mana shunday qilib, mana pyo'rishkasini tepaga qilib ekib olamiz. Mana navbatdagisi. Mana pyo'rishkalarni mana bu urug'da juda ham yaxshi ko'ringan ekan. Mana shu qismi tepaga bo'ladi va nuchli qismini yer ostiga kirgizdiramiz. Gruntni ichiga kirgizdirib ekib olamiz. Pirchatka bilan urug'larni ekib olish biroz qiyin bo'lyapti. Mana shunday qilib urug'larni ekib oldik. Endi esa mana sprey qilib qo'yamiz birozgina yo'limizga namlik uchun. Va konteynerda yaxshilab krishkasini yopib urug'larimizni yorug' va issiq joyga qo'yib qo'yamiz. Menda asosan lampani tagida turadi urug'larim. Ekib olganimdan keyin
va tezda unib chiqadi mana shunday holatda. Keyingi videorolikda sizlar uchun mana shunday aptechniy vitaminlardan tonik tayyorlashni ko'rsatib beraman gullarimiz uchun. Yana YouTube kanali orqali ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.